Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutida maktabgacha va musiqiy ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi Mamatova Husnora Eshqo'tovnaman. San'at, qurish, konstruksiyalash va matematika rivojlanish markazida ta'limiy faoliyat. 4-mavzumiz bolalarni plastilin loy ishiga o'rgatish orqali ijodkorlikni rivojlantirish. Rejalarimiz: bolalarni plastilin va loy ishiga o'rgatishni o'ziga xos tomonlari. 2-reja chinni xamir tayyorlash texnikasi. 3-reja turli tasvirlar orqali yasash ijodkorlikni rivojlantirishdan iborat. San'at rivojlanish markazi 3 bosqichda amalga oshiriladi. Rasm, aplikatsiya, plastilin, loy bilan ishlash, tuzli xamir afzalliklari. Ekologik tomondan bolalar sog'lig'iga ziyon yetkazmaydi. Ekologik jihatdan tozaligi bolalarni quvontiradi. Tuzli xamirni tayyorlash usulining oddiyligi pedagoglardan hech qanday ortiqcha urinishlarsiz xamir tayyorlash mumkinligi tarbiyachilarni xursand qiladi. Tuzli xamirdan tayyorlangan buyumlarni bolalar o'zlari rang tayyorlab, ijodiy yondashgan holatda bo'yashlari mumkin. Tuzli xamirdan tayyorlash uchun ishlatiladigan mahsulotlarni topishda pedagoglar qiyinchiliklarga uchrashmaydi. Chinni xamir tayyorlash texnikasi bilan tanishib olamiz. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar: 3 qoshiq puvakli, 2 osh qoshiq pista yog'i, 1 osh qoshiq glitsilin, 4 osh qoshiq jo'xori kraxmali, 3dan 1 bo'lak go'shtlik limon kislotasi. Tayyorlanishi: barcha mahsulotlar aralashtiriladi, ishlov beriladi, yog'langan stol ustiga qayta ishlov beriladi. Xamir necha xil rang kerak bo'lsa, shuncha bo'lakka bo'linadi, guvash orqali rang beriladi. Ushbu xamirdan faqat guvash orqali rang berish mumkin. Xamirlar yog'lanib, selovan paketga solinib, 3 soat tindiriladi. Tayyor xamirdan loy ishi mahsulotlarida foydalanish mumkin. Chinni xamirdan 4 haftagacha foydalanishimiz mumkin. Chinni xamirdan va plastilindan tayyorlangan mahsulotlarni ko'rib chiqamiz. 8 oyoq. Turli tasvirlar yasash orqali ijodkorlikni rivojlantirishimiz mumkin. Bolaning qo'l motorikasini yaxshi rivojlanishi uchun plastilin, loy, tuzli xamirdan tasvirlar yasash bilan shug'ullanishi juda foydali. Bu bolalarda ijodkorlikni rivojlantirib, hatto nutqini rivojlantirishiga ham katta ahamiyatga ega. Tuzli xamirdan yasash orqali ijodkorlikni rivojlantirish, ketma-ket yasash usuli. Namunalarni ko'rib chiqamiz. Plastilindan xon qizi tayyorlash 4 bosqichda amalga oshirilgan. Bizga har xil rangli plastilin kerak bo'ladi. Namunalar: chinni xamirdan panda yasash. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.